Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Twill Squeeze. Bugungi videomizda sizlar bilan Twill Squeeze'ni avtoparki degan videorolik. Bugun men sizlarga avtoparkimni ko'rsataman. Qanaqa mashina va nima proyektlar qilinganligi. Proyektlarni bir qatorga chetga surganman, hozir ko'rsataman. Boshladik bo'lsa. Proyektlardan boshlasak, bu proyektim XTPJ militsiyadan qochgan gelik XT desak amalan migalka chiroq qo'yilgan. Bu stop do'stlar, просто o'zim yurish uchun qulay nimalar qilingan va F10'im просто chiroyli qilib qo'ygan. O'zim drift uchun bu necha 805 ekan. Balonlar cho'tki, diskalar o'zi stok qilganman do'stlar buni. Va buyog'ini ham ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Keyingisi M4. Bu cho'tki mashina, bu ham proyektda diskalari. Bu ham 845 ga shift time'lar, RS7'ni bu S versiyasi chiroyli rang. Aynan shu mashina uchun tanlaganman. Diskalari, ranglari bu M3 Touring. Arbuzik deb aytaydi hamma buni. Bu stok do'stlar, bu stok bu ham o'zani bo'lgan. Ustidan o'rasi biroz ko'rpa. Bu M4 yaqinda bu ham chiqadi. Buni videolari ham chiqadi. 800 ko'cha 209 Nm. Bu ham proyektga olingan. Keyin esa bu i7 G90 do'stlar, bu G90'imiz ham 870 ekan. Bu ham o'z trak uchun emas do'stlar. Просто yurish uchun M590 bu aynan polga uchun yordam. Diska hamma narsalari. Mana ko'rishim mumkin. GTRS 911 Porsche bo'ladi, RS versiyasi do'stlar. Bu 99 HP. O'zim do'stimga yig'ganman. Xudo bilan video chiqadi. Do'stlar, aktivni bomba qilib tursanglar. Keyin esa CLS do'stlar, CLS'imizni CLS 220 yuradi. Video chiqqan kanalda ko'rishlar mumkin. CLS'ni o'zgar qo'shing. Endi bir qatorga o'tsak, bu endi proyektga olingan va shebda zo'r proyekt tayyorlangan. Shunaqa. Men bu bitta bu ham proyektga olindi. Buni ko'rsatdim. Bu range просто off-road uchun yig'moqchiman. Shunaqa menga yoqadi shunaqa Range Roverlar. Keyin esa buni ko'rsatdim. RS6 do'stlar, bu RS6. Bu ham proyektda 223'imiz ham где-то bu rang Orange Pictures degan rang. Shu gold rangdan qilingan. Keyin esa M5 olmuş. Bunga vashi ranglarni zo'r turadi. Men yoqtirgan mashinalarimdan biri F10, F90'lar. Bu Stinger. Bunda blogerlikka o'xshatmoqchiman. Xudosi video chiqaraman. Nissan Z4 обновлениеda keldi. Kim ko'rgan bo'lsa, xudosi M2 ni olaman. Men proyekt qilaman. Obunachilar yana bitta zo'r obunachilikni tarqatarman yoki onlayndagilarga. To'g'ri, buni qo'yaman просто. Bu shaharda yurish uchun просто. Keyin
Жигули 07 07 просто halinde o gemi onu hali joy tuning qilmagan turibdi просто Nisliga iPhone haydayman просто iPhone yoqtirganlarimdan biri. Magistralda bir bosib ko'ramiz do'stlar. Ozgina videoni 2 minutlar 5 minut bo'ldi hali. Sizlarga soat 10 da video olman do'stlar. Xavotir olmanglar, kechqurun soat 10. Sizlar uchun sevman shu mashinani shunday. Древичем просто короче. Şurada eğer şu bir kistolaya gitse şu gece ben настройки Слив. Хочется чем Аллаху тема курсила была maktabda nimaga gapiradi kommentda yozib ketdinglar tinchmi hammasi kim qaysi viloyatda meni kuzatadi yozib ketsin qiziqdayin do'stlar kommentda hayotlarini yozib ketdinglar ketdigan yani sinayverganni o'zi do'stlar Давай, коммуникет тут. Свободен.